Programmamızın tayinzorligini Şinjan Güluz Biopen Texnik şirketi öz üstüge algan. Şinjan Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başquruş şirketi alaydı qo'llagan. Şinjan Molusul Şatlığı Biopen Texnik şirketi alaydı talep qilgan. Şinjan Madar Biopen Texnik şirketi alaydı hamkorlashgan. Programmamızın qonuniy maslahatchiligini Şinjan Fatvan Advokatlik o'rni öz üstüge algan. Salam ko'rmanlar. Naq maydondagi yetakchi ustozlar, korxonchi do'stlar, xush kelibsizlar. Ko'rayotganinglar Güluz tayyorlig'idagi yangi davr igilik sahnasi programmasi. Yangi davr keskin raqobat to'lqinlarida igilik tiklash bilim savodlarini umumlashtirishni asosiy maqsad qilgan, shundaqla igilik tiklash safarida o'z savollariga javob izlayotgan yoshlarga ilhom, madad berishni asosiy maqsad qilgan yangi davr igilik sahnasi programmamizni ko'rishni qarshi olamiz. Oldi bilan programmamizning tayyorlig'ini o'z ustiga olgan Şinjan Güluz Biopen Texnik şirketiga alayda rahmat aytamiz. Onundan başqa Şinjan Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başquruş şirketi programmamizni alayda qo'llagan. Şinjan Molusul Şatlığı Biopen Texnik şirketi alayda talep qilgan. Şinjan Madar Biopen Texnik şirketi alayda hamkorlashgan. Programmamizning qonuniy maslahatchiligini Şinjan Fatvan Advokatlik o'rni o'z ustiga olgan. Xo'sh, unda bo'lsa, qimmatli vaqtni ajratib programmamizga daxil bo'lgan yetakchilarni va korxonchi do'stlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Güluz Biopen Texnik şirketining bosh nazoratchisi, igilik tiklash yetakchisi Nurdin Tursun muallim. Xush kelibsiz. Başarılız. Şinjan Fatvan Advokatlik o'rnining birlashma qurg'uvchisi, kasbiy advokat Almira Abla xonim. Başarılız. Şinjan Danish Moliya buxgalterlik maslahatchilik şirketining qurg'uvchisi, yuqori darajalik bosh qurg'uvchi Nijat Shavkat apandi. Başarılız. Merva ve Nazubaq markasidagi import quruq yel yemishlarining barpochisi Mehray O'rkash xonim. Başarılız. Ürümçi Musaray Yemek İçmek Başquruş şirketi setiş baş nazoratchisi Havanisa Haşim xonim. Başarılız. Şinjan Loqman Akim Biopen Texnik şirketining baş nazoratchisi Rahila xonim. Başarılız. Şinjan Madar Biopen Texnik şirketining qurg'uvchisi Mamtimin Mahmud apandi. Başarılız. Şinjan Kristal Tor Savdo şirketining baş direktori Sabahiddin Qahar apandi. Başarılız. Unda bo'lsa, bu son programmamizga yetib kelgan igilik tilgüchi kim? Oldi bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Ay Fatem, o'zingni yaşaqlab, tunugin doğunu bak içtin. Qiyishmanlar to'la. Buna obdan bir yaba, apırıp pişini peçetlik qilib o'tayman. Azadi muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Şahsat Eğiz boshlig'i sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Qaydarat? Tishimning og'rig'ichi lekkidun qo'yibdi. Voycha. Yaxshi doktorxonaga boshlab kelibsizmi? Şahsat Eğiz boshlig'i. Şinjan Molusul Şatlığı şirketimiz rayonimiz bo'yicha yezigilik faslari kasbiy sohasida oldingi qatorda turadigan 20 yillik kasbiy hayotida keng dehqonlarning Molusul ilishiga turtki bo'lgan hamda mamlakat ichidagi nufuzli zavodlar bilan hamkorlik o'rnatib o'zining Meyshiya, Fuyulo, Baykafa qatorliq markalardan sifatli bo'lgan har xil o'g'it, silyon yo'qlarni ishlab chiqarib, xalq omasining ishonchiga erishib kelgan mukammal shirkat. Kasbdoshlarning o'rtaq hamkorlashib taraqqiy qilishni qizg'in qarshi olamiz. Qalbinur Hasan, G'ulji shahardan. Qalbinur Hasan maktab bitirib 2009-yildan boshlab sog'lomlik kutunish sohasiga kirgan. Qalbinur Hasan sog'lomlik kutunish sohasida izchil izlanib, Jungo tibobat to'g'rilarini tangshash, Uyg'ur tibobat o'rganligi, yangi sanjib davolash, ayollar kasalliklari, ommaviy ozuqshunoslik, psixik yetakchisi qatorliq turlarda mo'l bilimlarni va amaliy tajribalarni to'plagan. Hamda bu sohada 500 dan ortiq shogird tarbiyalagan. Qalbinur Hasan Şinjan Birgül Biopen Texnik şirketining qurg'uvchisi, Birgül kasbiy texnik tarbiyalash bazasining mudiri. Qani, alqishlarimiz bilan Qalbinur xonimni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Salom ko'pchilik. Qarshi olamiz. Siz o'zingiz Birgüldekli turibsiz. Rahmat. Siz xeli ko'na iyilik tiklig'ichi deymi, ha? Mening bilishimda. 14 yil bo'pti. 14 yil bo'ldimi? Shu sahnaga 10 yilning oldida tunji qatim shu sahna qurilgan vaqtda 10 yil oldida chiqib qolgan. Anda olsa bir yana Molusullik bir natija bilan javob berdik ekanmiz-da bugun. Albatta, ko'pchilikning har qaysilarninki shu barliq korxonchi do'stlarimizninki menga madad qilishni albatta tuvan o'tgan barliq shu anglag'uvchilarimizning ko'rormanlarning menga intayin bir qo'llab madad berishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Men Qalbinur Hasan. Rahmat. 14 yillik jarayonni besib o'tmak oson emas bir igilik musobaqasi. Hozir hamda hamma odam igilik safariga otlanayotgan, igilik tiklash orzusi bo'layotgan bir jushqun, jangovar bir davrda turyapmiz. Lekin buning safariga otlanganlar
o'zi biladi. To'g'ri. Buning agar to'qayligini, mushaqqatini ham bu orzuninki o'tini. To'g'ri. Erishgandagi natija xo'shalligini. To'g'ri. Demak, buningda sizda cho'qim bugun yaxshi hikoyalarni o'rtoqlashimiz deb o'ylayman. Siz hozir asosan kutun sohasida ekansiz, shundaqmi? Ha, kutunishmi bor, mahsulotmi bor, tarbiyalashmi bor. Tarbiyalashmi bor. Qani, mush iyilik tiklash jarayoningizni bir o'rtoqlashgan bo'lsak. Bo'ldi, rahmat. Ko'pchilik bayam deb o'tgandek, men 10 yilning oldida, ya'ni 2013-yili mushu iyilik tiklash sahnasi nomida mushu programma qurilganda tunji qatam mushu iyilik sahnasiga chiqqan. O vaqtda o'zgacha bir xil alohidalik bilan, ya'ni mushu qizlarni kelinlikka, kelinlarni onalik tarbiyalash degan nuqtadan chiqish qilib turib, intan yaxshi bo'lgan bir suhbat elib berilgan, shu chog'da shuni olqishlangan. Uningdan keyin mana aldikayni mush ishlarım 10 yil bo'libdi. Men igilik tikligini 14 yil bo'ldi. Men 2009-yili men mo Jushqunkamga o'xshash dastlabki vaqtda 2008-2009 yillari G'o'ljinoyaningki radio televiziya stansiyasida diktor riyosatchilik kasbi bilan shug'ullangan. Meni o'qiganim dorigarlik. O'zim Uyg'ur tibobat dorigarligini o'qigan. Lekin shunda bir sharoitda shu vaqtda shu intan berib bilan shu kasbga bo'linib qoldim, kirib qoldim, ammo 2 yil jafoliq shu xizmatni ishladim. Lekin mening tegimda men bir doktor bo'lishga loyiq. Chunki mening momam rahmatli tugab ketishning oldidan shu og'ir og'riq bilan tugab ketdi. Bek yaxshi ko'rdi ekanman asli momamni. Momamning turtkisida, momamning shtatgan azobiga men cho'qim doktor bo'lman degan narsa 8 yosh vaqtimda mening ko'nglim. Bu nishon tikilib bo'lgan ekan. Bu umid nuri mening asharimda qalbimda bor ekan. Buni men cho'qim chaqintib etmenken insonchilikda har qanday qadam kichigida bir tal narsa urug' terilib qolsa, u urug' hammanim ko'klab chiqadi ekan. Shuning bilan men shunday yaxshi bo'lgan bir xizmatdan pakkiz voz kechdim. Shuning bilan heliq egilikni tikligicha endi men rost javob atdim. Chunki sizlar o'zingizlar o'ylab baxsanglar bo'ladi. Bir diktor bo'lib butun necha million odam ko'rib turayotgan ekran yuzidagi men tuyuqsizlan bir ikki chaqliq motorni minib, oldi keynimga bunda o yeshiklarni qo'yib, keynimda bor yeshik. Pochtalyon biqaqasin minib manga motorimni. Minib a idaraga borman, dastlabki baga idaram o'zimning idarasi. O'zimni ash televiziya stansiyasiga berib, shu yerga kirib, avval meni qo'llaysizlar. Cho'qim har qaysinglar bir narsa olasizlar deb yurib, majburdan ashta og'zib turib boshlab etgan ishni. Shu boshlash jarayonida 5-oyda shu ishni boshlabdim. 2 oy jarayonida bir dukka ochiqdek pul tepibdim. Shuning bilan bir G'o'ljinoyaliklar bildi, balki mush ekrandagilar cho'qim anglanglar, G'o'ljinoyaliklar, jiliyuzliklar. Bu jiliyuzliklar biladi, bir tor bir nimbatdi. Dorigarlik shirkati deydigan. Bu yer bir tashlandi o'xlibarda 3 tala deri suvatdi. Hali yana u yoq o'tmay moto bilan qarab qo'yim, bu yoq o'tmay moto bilan qarab qo'yim. Shundan 3 tal derisini bir kun kirdim. Meyarani ijara beramsiz desam, o'rliqmishda 80 sent chiqibdi, uning o'rlig'i. Bu 80 sent yani nemish qilasa deb chiqib boshliq kulib ketdi. Voy, menga bersanglar bo'ldi, necha bersam 600 qo'yib berdim. 10 necha yildan oldida, 13-14 yildan, 2009-yil bo'layotgan gap. 2009-yilga. Şunlar aşındık aranı 600 koy pulga bədi, şunu xoşal menga 600 koy pulga. Yerimini bədim, yerimə yaqtırmış, aldılarını xış etdim. Manda 2 tal rişat pələmpə yasatdım. Pələmpəyimi yox yəni. Na 2 tal pələmpə yasatdım, ma pələmpəydən çıxdım, mında çıxıb tutdu. Əmdi səllisimiz adam bolsa taqış qalıbdı bir-birsə. Hər gün ötənməydi. Şuna 3 tanda derinin közüge, mındamda beldam qılıb anın yoruq düşmüdü dedi, çıraq vurub bədim. Oştaq peliqə gidigan tızıb qaldım bütün aşu doğrugarlik mınday aytgan vaqtida uçaqlar Uyg'ur tibobatning endi hozir yemeklik deb ataymiz. Uçaqlarda endi Uyg'ur tibobat mahsulotlari yoki dora deb atib ketadi u mezgillarda. Shu narsalarım bor, o'zimning grim buyumlarim bor. Texi grim qilishlarni o'rganib to'y grimlarni qilib edi. Mana mushunda jihatda ajoyib endi mınday aytgan G'o'ljinoy bir o'sin qo'shqidek bir yana qilib qo'ydim. Shunday qilib mana men shu egilikni heliq ishkichalik motorim bilan boshlagan. Uçaqda dex mening onun aldığı bir hikaye var. Yanımda yan çıkımda pul yok. Nurgun adam kurup kol egilik tikledim neydi? Ben nisiyegi tikleyen egilikni. Hazırlıkta tayya iş yok uçaklarda. Ahakna evet begen 2000 koyuluk milini manda setip şürüp elik dükkanını kılıp anonunkin bir yılga kalmay şu yerden tapkanımga 2010 yıllık gelgende bir 35 bin frank çıkıdı. Aşınçılık kölemlik meştarak dairede işçi gibi 2 karvat koyuqdak aldığı bir doğru bir nəsrimni tızıqda qılıb bir dükkanını 1 yıldan keyin içib etdim. Ana aşında halatdan tatib taki yenidən kiçikdən zoraytıb onun için bir yılın markasını aldım. 2013 yılga kelgan vaqtida endi hozir şirkat qurganim 14 yil bo'ldi deyman, lekin asli şirkatning qurilganiga 2013 yildan boshlab hesab naq 10 yil bo'ldi şirkatga, bir yil şirkatiga. Dastlabda Urumchi bir yil so'tchaklik shirkati qurilgan, mana 10 yilning yog'i ta hozirga qadar izchil zerikmay, terikmay mushu
mush bir yıl markamni taraqqiy qildirman deb atrofimga nurg'un shogirdlarni yetishtiribman, nurg'un vakolatchilarni olibman. U vakolatchilar amaliy do'kon bilan bo'lib ketib, to'r so'tsiga yuzlanmay gang cho'nglarni yopdi ekanman. Shuning bilan ma to'r jihatda butun Shinjongni taraqqiy qilolmay, ammo g'uljida nopusimiz shunday yuqorida, nopus kuchimiz va o'zimizning innovativ kuchimiz shunday yuqori. Shinjongdan balkim yuqorida deb anglayman, anglagan odamga nisbatan. Lekin biz kengayamadik, ammo cho'nqurlab ketdik. Bizni tavritdanmigidek darajada cho'nqurlab ketdik. Endi shu asosda izchil o'rgandim bayam riyosatchi tanishtirgandek 2016-yillarga kelganda ta hozirgacha o'rganish bosqichida men yaqinda Shanxaydan o'rganib keldim. 2016-yilga kelgan vaqtida men bu Jao Shuyanga berib 3-yillik psixika maslahatchiligini 12 yil o'qib ketdim. Unimi ipmangdim. Chunki bu sog'lomlik degan avval ro'yi jihatdan davolab, ondan salomatlik bu jismoniy jihatdan davolmasa, ro'yi jihatdan tugashganimni sog'lomlik jihatdan hargiz asliga ekan bo'lmaydi. Shunga avval oshni maslashtirdim. Uningdan keyin izchil mana bayam degandek shu Shanxayga bordim. Shanxayga bir kunlik darsni 10 ming qo'ydim o'rganaman. Bir kunlik darsni 10 ming qo'ydim o'rganishimning sababi nima deganda, sog'lomlik sohasi bek bulg'unib ketdi, bek qalaymaqon bo'lib ketdi. Men deb kasb desa, hamma kasb shunday esil, lekin satrashxona o'zi satrashlikni qilsa degan umidim bor. Hozir satrashlikni oldiga qilib kayniga gapirib, 2 karvatni qo'ydi, shu bilan long qo'ydi. Boshqa yerda munchpulka, miyada munchpulka deb, kasbiy emasni odamlarning oldiga kiriblam, miyada masala bunday yuz beradi. Mayli badan o'g'iltish bo'lsin, mayli shu so'ngak kesilni hatto hech qanday so'ngak kesilni tushunmay turiblam, so'ngak kesilni davolab ba'zilarning tutqulni sindirib qo'yayotgan, qorib qo'yayotgan, o'stirib qo'yayotgan, yoki bo'lmasa maymoq tutqizib qo'yayotgan, yoki bo'lmasa belini mandaq nurg'un ishlar yuz berib kelyapti. Endi mening bu yerga chiqishimdagi maqsad, agar mushunday holatda mendek midirmay, qimirmay bir joyda turib, mush kasbni cho'nqurlab turib, texmi yaxshi, texmi esil holatda, texmi boshqalarga manfaat yetkazadigan, boshqalarga manfaat yetkazib o'zlik xo'shallik topalaydigan mushunday eglik tikilgichilar bo'lsa, bevosita meni izdisi bo'ldi. Men qo'limdan kelishicha mush kunlik 10 ming kundan o'rgangan men bo'lsin, o'rganish bilimim bo'lsin, yoki burundan o'rgangan tajribam bo'lsin, hammani berib turib, shularni mush yo'lda tang qo'lni qo'lga tutib turib yetaklab apmamoqchi. Bu bir yerga chiqishimlik sabab. Endi ikkinchi birsi bizniki bir yillik ozuqliqlar bor. Ozuqliq desa hammamiz bilamiz, masalan, aqsil deymiz, vitamin C, uchi buchi. Hammasi ham shu davlatniki ko'k qalpoq belgilanmasi bor. O yemeklik emas, chuqur sog'lomlik yemeklik bo'lganda ondan badanga manfaat qilishi to'g'ri qaraganda to'vanroq, lekin yemeklik qaraganda yaxshiroq bo'ladi-da. Endi mushu holatda mushu turni kengaytirdim. Men mushta sog'lomlik sohasida mangdim, lekin nishonimni topolmayapman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, yana albatta men bilan aloqalashsa, men eng yaxshi holatda yetaklab mang'alayman. Bek kengaytib ketammisam-mu, haqlab kelib, na ishtasam da vatoji bilan qosimi midirtib ketamigidek darajada ap mang'alayman. Ko'pchilik rahmat. Xo'sh, Qalnur xonim, nayt, ravan, chiroyli ovozlaringiz bilan o'z hikoyangizni bayon qildingiz. Mana o'rgangan kasbningki hikmati-da bu, Rektorlik kasbi bilan shug'ullanib ekansiz. Mana bugun anglayapman. Rahmat. Avval markangizdan kelsak, Birgul markasi chiroyli bir ism bo'pti. Qanday ehtiyoj bilan qanday bir mudovala olgan bo'ydingiz? Mushuni bekchiq so'raydi, ko'pincha so'raydi. Bu Birgul degan har qanday bir ayol, men endi boshda tutgan ayollar masala tutib olganchu. Men o'zim ayol kishi bo'lgan ekan, ayollarga sal yaqin kelaman-da endi. Shuning bilan bu Birgul degan har qanday odam, mush bir to'p gulning ichida har qanday bir er kishi bo'lsa, avval ko'zi ko'ringan eng chiroyli bir to'p gulni oladi. Hargiz bir to'pini biroq olmaydi. To'g'ri. Shuningga men har qanday ayol bir yo'ldishining yoki balasining har qanday er zotining oldida yoki shu ma'lum qurdoshlarining oldida faqat va ayol kishi bir tal gul bo'lish kerak. Hamma odamning ko'zini yig'ini yigidek, lekin o ichilib ketmaydigan, to'zimaydigan. Bu g'unchidek chichik, endi bizning logomiz mushunday alamolatda. Ashta g'unchidek turadigan, menga mush g'uncha altini saqlaydigan bir tal gul bo'lish kerak ayol kishi degan maqsadda ayollarni asos qilib turibdi ekanman. Voy, nayt chiroyli. Yaxshi bir ideya, go'zal bir to'y bilan otgansiz. Chunki ayollar shunda bo'lish kerak aslida. Avval shu gullarning tipik vakili o'zan bir guldan. To'g'ri. Shunday qilib, asli ballig'ingizdan boshlangan yurgingizdagi sog'lomlikqa bo'lgan intilish yana mush kasb so'rab akiribdi. 14 yillik musofirni besib o'tibsiz. Chiroyli bayon bo'ldi. Bu haqiqatan hozirgi reallikdagi masalalarni o'tirib qo'ydingiz. Shaxsan men diqqat qilg'iliq. Hozir shu cho'ng sog'lomlik davrida yashayapmiz. Sog'lomlik, go'zallik hammamiz intilayotgan cho'ng bir tema, diqqat qilayotgan soha.
Bu septe hazır izchil iyilik tiklash arzusida bo'lib kirayotganlar bor. Salohiyatlik, salohiyatsiz, ijozetlik, ijozatsiz degandek nurg'un masalalar yuz beryotidi. Endi bu jihatsiz bir qadar musofiringiz uzun bo'lish bilan birga mas'uliyatchanlik bilan o'ylangan fikr takliflaringiz bo'lishi ham mumkin. Qani unda bo'lsa yetakchilarning, korxonachilarning qanday bir qimmatli takliflari bor o'rtaqchi baqayli. Bo'ldi. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Qalblarida bilan turibsiz. Men Shinjon Gul Uz shirkatiniki bosh nazoratchisi, iglik tiklash yetakchisi Nurdin Tursun bo'laman. Eng oldi bilan sizning shu sog'lomlik sohasiga kirib, nurg'ulg'an natija qozonganligingizdan intan xush bo'ldim. Shu Birgul degan markani men o'qiman, bilaman-da. Shunday yaxshi taraqqiy qilayotgan, xalqning shunday e'tirof qilishiga erishgan bir marka. Bugun siz bilan yana bir qatam shunday yaxshi fikr almashtirish fursatiga ega bo'lganimdan xursandman. Men yaqinda shu 20 necha kun hamda tövanda bo'lib qoldik. Shu Qashqarda, Oqsuvda, Xotanda degandek shu yerlarga tushdik. Shu jarayonda mening his qilganim nima desa, sog'lomlik sohasi haqiqatan cho'ng soha. Lekin yaqindan bu yan sog'lomlik sohasi haqiqatan qalayimqanchilik ko'p sohaga aylanib qoldi-ku. To'g'ri. Endi yaqindan bu yan mayli internet dunyosida bo'lsin yoki har xil taraqlarda anglayotimiz dunyodagi eng cho'ng kelgusi istiqboli bor bo'lgan 5 cho'ng kasbninki birinchisi shu sog'lomlik. Sog'lomlik. Ikkinchisi go'zallik, uchinchisi turmush buyumlari, to'rtinchisi energiya tejash, beshinchisi muhit asrash deb aniq deyilib bo'lindi-ku. Endi bu materiallarni ko'rgandan keyin nurg'ulg'an odamlar sog'lomlik sohasiga shiddat bilan kiryapti endi. Lekin kirgan bilan kasbiy texnikasi kamchil. Yoki bo'lmasa her xil sebepler tüpaylidan kirib lamken elqi yüzeki holatga kirdi. En vaqtida mushu kasbning nenini deb yemaslikdan boshqa mushu kasbning yüzüge dog' keltirdi desakmi bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Endi biz mushu 20 kun bozor jarayonida mushu undar so'rs qilib chekinganlarni bilan paranglashdik, shirkat qurib, mushu har xil qiyinchiliklar sabab bilan hozir shirkat to'xtab qolgan, boshqa shirkatlar kirib sotquchilar atgan yoki bo'lmasa shirkat boshqacha bulayotganlar bilan paranglashdik. Shu jarayonda mening his qilganim nima desa, hozir bizning xalqimiz yaxshi bo'lgan bir sog'lomlik mahsulotlarga ajoyib ehtiyoji bor ekan. Lekin gangrab qopda 4 to'qmishda mangamay yetibdi-chi. Endi siz hozir 10 yil jarayonda mushu shirkatni Birgul mahsulotini barpo qilib, mayli unum, mayli sifat, mayli baho har qaysi jihatlarda 10 necha yil endi puttasab turishning o'zi bir mana bir qanday yaxshi bir natija endi. Demak, mana mushu natijangiz bilan masalan o'zingiz psixologiya o'qibsiz, o'zingiz asli kasbiy tibobatgan, ananikin 500 ga ortiq endi nurg'ulg'an shogirdlarni tarbiyalabsiz sog'lomlik jihatda. Demak, mana mushu tajriba, amaliy kuch, mana mushu holatda siz atrofdagi nurg'ulg'an xonim qizlarga texim yaxshi holatda chiqishni tepiralar ekansiz deb o'yildim-chi. Rahmat. Ananikin hem sog'lomlik kasbini qilib, mush kasbda taraqqiy qilish orzusi va xonim qizlar intan ko'p. Demak, ham menimcha siz hamda g'o'ljida haqiqatan yildiz satdingiz bilaman. Lekin boshqa nurg'ulg'an mana mushdan bir kasbiy sog'lomlikqa muhtoj odamlar yoki sog'lomlik sohasida texnik taraqqiy qilish istiqbollar intan ko'p. Bo'lsa endi yosh vaqtimizda texnik ko'proq bir natija qozonsak, boshlarga berib texnik ko'p xonim qizlarga mana bu sog'lomlikqa muhtojlarga texim yaxshi holatda bir sahna bir fursat yaratib bersak, bo'lsa janublarga borsangizmi, shular sizni qarshi oladi. Menimcha. Chunki sizda mayli bilim, mayli tajriba, mayli har qancha jihatlardan sizda hamda yetarlik bor-ku. Hamda shu bilimni yetkazishmi bizning bir majburiyatimiz. To'g'ri, to'g'ri. Hamda muvaffaqiyatni ishga qo'yar ekanmiz yoki muvaffaqiyatni qadam bosqichi ishga bo'ladi ekan, birisi to'g'ri bilish, ikkinchisi shu to'g'ri bilganni to'g'ri qilish. Hamda siz hozir to'g'ri bilib bo'ldingiz. Hem g'o'ljida to'g'ri qilib natija qozonib bo'ldingiz. Hamda mushuni texmi ko'pligan mustaqillik sohasidagi azizlarga yetkazib olsangiz, ularni bir siz orqali sog'lomlikqa erishsa, siz orqali bir to'g'ri bo'lgan bir chiqish yo'l topsa, haqiqiy bir oilasida, jamiyatda bir gul bo'larsa, menimcha hammamiz intan xush bo'ladigan bir natija deb qarayman. Buningki ishlaringiz texmi o'ngishli bo'lsin, barakatli bo'lsin, texmi bir guldek mana shunday ichilib turishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat, rahmat. Fikringizdan ben xush bo'ldim. Endi qog'iniga kelgan vaqtida asosan ama kutinish o'rinlarida odatda tuyna deymiz, qog'in yangshung deymiz, bellarbek muzlab ketganmiz, silab qizitib qo'ydigan deymiz, qog'in turlar bor. Ammo bizninkida asosan bu texnikalar butunlay yaxshilash bosqichiga o'tib ketdi. Burungi yangshung holat emas, lekin doktorxona emas. Bunu izchil devatmasam bo'lmaydi, chunki mening texnik doktorlik zigojingim yo'q. Endi psixik maslahatchilik zigojingim bor. Yikodaninki mushu o'qiganlik, jig'ni sanjish ustasi degan kinishkalarim bor, diplomlarim bor. Hali zigojingni endi
bir yıl 12. ayda intamını beraman, intamını beripla qalsam, zigajamni evasam, andan masakniga qayta chiqib, mana men qalbi nur doktor deb meydam quralayman. Ta hozirgacha biraz qalbi nur doktor yaxshi bo'lsa, yo'q men doktor emas, men qalbi nur esan deb turib gap qilman. Chunki men o'zimni doktor deyishga tek salohiyatim to'shmaydi. Ammo qilayotgan ishim xeyli men degan doktor qilamagan ishni mana men qilyapman. Endi konu zamanlarda bo'lgansa, balkim men hali yalan oyoq doktorga aylanib ketishim turgan gapda, zigajim yo'q yalan oyoq doktor. Hozir iltimos shu qilyapsiz. 5 yıl bo'ldi endi bu iltimos qilinglar emasmi? Ustoz tutib atganimga 5 yil bo'ldi. 1 yil to'shdi. 12 oydan bir intam bor. Shu 12 oydan intamini shu ras umdanli berib olsam, birinchi qatimni o'tablik etsam, ikkinchi qo'laman kapitdi. 12 oy, 2 oy qolmay, kelar yil qolmay, endi qalbi nur doktor bo'lib saknaga chiqaman degan plan bor. Tushunish bo'ldi. Demak, sizningki egiligingizningki asl asosi mushka. Avomning kim ko'ngilni tutgan, ishonchiga erishgan. Chunki bu hozir bu kasallik ehtiyoji bo'lgan har bir kishi cho'qim buni muhtoj bo'ladi. To'g'ri. Unumini ko'rgan bo'lsa, bu cho'qim sizga eng zo'r ishonch beradi degan gap. Sohada xizmat qilyotgan uzun bo'lgandan keyin ehtiyoj nada, taqozo nada, ham saqlanayotgan masalalarning nada nagizligini siz yaxshi bilasiz, emas ishingizdan portlab, mas'uliyatchanlikla o'tirib qo'yapsiz. Navbatda hozir ham ishlab chiqarilayotgan, o'zingiz yurgizayotgan mahsulot turlari necha xilga yetadi? Ayollar mahsulot obiyam degandek bir gul deb ayollar mahsulotlarini boshlab ekanman. Hozir Ninja o'tirdiki to'g'rilar yomonja retseptim asat chiqargan o'zimniki mahsulotim bor. Bir gulniki. Uningdan boshqa shu ishchidigan mahsulotlardan. Uni beyt o'qib ishlaymiz, hammasi biladi. Qolgan shu shirkatning zavodning butun rasmiyatlari bilan chiqadigan mahsulotlarimizdan hozir 20 necha xil mahsulot bor. Xinjiangga nisbatan G'o'ljida uy kirsa bor desam bo'ldi. Shu darajada bo'lib ketdi. Janubiy Xinjiangga nisbatan bozorni men bayam degandek cho'nqirlab ketdim, kengayamadim. Chunki men bir gul 9-qavatda o'tirib og'riq ko'rish bilan bo'lib ketib, bozorni maxsus mendek so'zlab ichib birdigan bir yordamchimning yo'qligidan texnik bozor to'liq kengayimdi. Shu mushsakni orqali butun odamga to'ntib etsam, mahsulotimni kengaytsam, bilimimni kengaytsam, o'quvchilarni texnik kengaytsam, ondan haliqi qalaymaqanchilik bozordagi shu sog'lomlik sohasini ozroq bo'lsa murad kutsashga bir kuch qo'shsam degan umid keldi. Hay rahmat, rahmat. 10 gul deb qo'ysa bo'pti-ku bu ism asli, ha? Menda so'zingizlar. Yetishmagan ahvol bunda qazoza ko'rgan bo'lsa. Hozir endi uni kutinish, parvish tipidagi mulozimat doirangiz qanday? Bo'ldi, mulozimat doira hozir 1000 fan keladi. O'rnimiz 1000 kvadrat atrofida keladi. Bir tal ayrim mashtaq mulozimat mendaq tushunish deymiz. Maxsus maslahatxonamdan ayrim birsi bor. Qolgan hamisi asosliq ayollar mulozimat qiladigan uydan bir 7-8 o'rni bor. Bir salam erlarga mulozimat qiladigan uy, chunki o'g'illar bek o'rganmaydi ekan jumat turini. Uyini qechkitdi ekan bular. Aran birsini tarbiyalab 2 yil yetishtirib qo'ysam, 3-yili qechkitdi. Yana birsini yetishtirib bo'lsa, yana qechkitdi. Shundan erlarning bo'limini bir qilib qo'ydim. Qolgani asosan mana men bilan birga kelgan mening 6 yil dastlabki 2000 qancha yillar kelgan 6 yil 5 yil bo'lgan shogirdlarim mening qo'limga qo'l putib ashani mangdirib mengatdi. Uningkin kelgan odammi hech qachon umidsiz qolmay olgan holatda yaxshi doira xeyli kengda. Shogirdlarni o'zingiz tarbiyalaysiz. O'zim tarbiyalayman. Sirtdan odam olmayman. Sirtdagi odamlar men yormaydi. 3 yil mening bilishimda mushta kutinish o'rinlarida mulozim bularmi bir kasbiy xodim bo'ladi. Mayli an'anaviy shaklda tarbiyalangan bo'lsa, ustoz shogird bunasi tarbiyalangan bo'lsin, lekin umumiy yana bir salohiyat hozirlash kerak. To'g'ri. Mushu sog'lomlik meditsina sepi bo'yicha uning bir ma'lum qalpig'i bo'lish kerak. Mushu narsalar hozir bo'lib o'tamdi. Chunki bizningki Beijingdagi ma'lum bir maktab bilan hamkorlashgan o'rnimiz bor emasmi? Kasbiy texnik tarbiyalash bazasi PSHD deb bo'lgan. Bu PSHDdan chiqadigan kinishkasi bor ayrim. Mening o'zimningki shogirdim deydigan kinishkam ayrim. U 10 ming ichidan birsi, 20 ming ichidan birsiga berma. Chunki haqiqiy meni tatib turib ip menga olsa. Odamiylik jihatdan bo'lsin, mush kasbga kirish jihatdan bo'lsin, uning bergan ayrim shogirdlik kinishkam bor. Endi bu maktabdan beradigan yuqori darajalik fizikalik davolash ustasi yoki yuqori darajalik sog'lomlik yetakchisi yoki ozuqshunos deganga o'xshash u jihatdan qaysi jihatdan tarbiyalansa shuni bergan kinishkam bor. Xo'p, qani Qirg'anchilarning qandaq o'rtoqlashadigan temalar bor ekan, quloq solaylik. Men sizning odimligingizga qoyil bo'ldim. Rahmat. Nima uchun yana bayam nurg'un paranglarni anglab o'tdik? Siz hech bo'lmagan chaqda mushning ichidagi qaysi ishning to'g'ri, qaysi ishning xato, qaysi ishni siz qilsangiz bo'ladi, qaysi ishni siz qilsangiz bo'lmaydiganligini bildi ekansiz. To'g'ri, rahmat. Endi bu sog'lomlik bir hammamizga tunishliq bo'lgan shunaqlar hozirgi iqlimda moda bo'layotgan bir
temaga aylanıp qaldı. Endi bu sağlamlıq degan bək çoğ cəhətdəki məzmunlarni öz içiga ep ketib atıdı bunun içində. Bunun içində həm də biz diqqət qıldığan bir neçə nöqtələr var deyə qarayman. Bayam dedinizmi mənəliq, doğrugarlikdə oxudum. Özünüzün əsli kəsbiniz doğrugarlikka. Şunun üçün bu sizinki məsuliyyət çıxırışınız, özünüzün retsept təminləb, bayam degəndək məsuliyyətlarını siz özünüz çıxıramayısınız. Çoxum şu məsuliyyətlərini işləb çıxırış, zıcırız, yəni salayt boğa adamlar işləb çıxırıb bəgən məsuliyyətini seçatsınız. Bunun heç qanaq məsələ yox. Həm dəmişə oturğanların həmiz karxançılarga. Ondan sonra bu karxançıların ən qızğıdığı nimə degan çağda əlbəttə pul tepiş qızğımız. Amma lakin bu pulni tepib bir yerga kelgan vaqtimizda ma'lum bir xeyim xatar mushu şirket saqlangan bo'lsa, bizning necha yillik tatgan japoyimiz bir ponga tang olmay qoldi. Shunga odatda mush korxonalarda mush qonun xeyim xatari mavjud bo'lib turdi. Men umumlashtirib bir o'tirib qo'yarsam, qanday bir qonun xeyim xatari mavjud korxona shirkatlarda degan chaqda birinchisi bo'lsa mushu to'xtam xeyim xatari to'xtam. Ya'ni biz boshqa shirkatlar bo'lsin, siz mas'uliyat ishlab chiqargan vaqtingizda o'sha havol qilgan o'rin bilan cho'qim to'xtam imzolagan ahvolasida anondan keyin siz bu mas'uliyatni ishlab chiqarsiz. Siz cho'qim shirkat qurdingiz, siz to'xtam tuzishdan iborat bu mas'uldan saqlanmaysiz, cho'qim tuzsiz. Demak, shu biz to'xtam tuzgan vaqtimizda mush vaqtda bizda bir xeyim xatar bo'ldi korxonada, shirkatda. Ya'ni nima degan chaqda to'xtamning mazmuni aniq bo'lmaslik, yoki biz tuzgan shu to'xtamninki ichidagi bitimlar qonun nizomga xilof bo'lish. Biz o'zimiz deyishib ham tuzib olsak bo'lmaydi. Onun içinde biz ikimiz deyişip algan keyin sen qo'shilding, men qo'shildim bo'ldi deb qarasak olmaydi. Qonunda bu sizlarning tuzgan bitim, ya'ni to'xtamning ichidagi bitimlar cho'qim qonundagi belgilanmaga uygun kelish kerak. Demak, shu qonun nizomlarga xilof qilish. Yana birisiga korxonaningki huquq manfaatini qo'g'dash yetarli bo'lmaslik. Endi sizningki birisiga hojitingiz tushgan ahvolasi to'xtam tuzgan bo'lsangiz, ko'pincha saqlanadigan masala nima degan chaqda bir tarafning huquqi bekroq qo'g'dilib, yana bir tarafdan huquqiy qo'g'dalmaydigan yoki bo'lmasa sizning majburiyatingizdan kim bitim qilinib to'xtamda huquqingiz yo'q. Ba'zan chaqda alqi manchilik pulninki sodasini qilyapman, tuzaveraychi. Mani tuzmasam, men maslahatni ishlab chiqaramayman yoki men ishni yurishtirolmayman deb o'ylab to'xtam tuzib qo'yishimiz mumkin. Buningdan saqlanmasligimiz mumkin. Ammo mushunda tuzib qo'ygan to'xtamlar qanday bo'ldi degan chaqda keyinida siz erishmoqchi bo'lgan foydadan ko'proq ziyonga sizni uchrashtirib qo'ygan ish chiqib qoldi. Demek muşu xil sebep tüpeyilden kep çıkılan toxtam talaş tartış ve muşunun kep çıkatkan iqtisadi ziyan bu şirkette saqlandığan bir xeyim xatar. Birincisi. Ama ikincisi olsa bilimlik hukuk xavf xatari. Ama korxona, şirketlikler kesipni qanataya durgan çağda siz nurgun kesipni, ma kesipni qıpsız, onunki başka kesiplerini qıpsız, nurgun işlerden şuğulunub qıpsız. Demek biz kesipni davamlı qanataya durumuz. Doğrudu. Ama muşundaq ehvalasda başqalarınki bilimlik hukukuğa çekilip qo'ygan ahvollar bo'ldi. Masalan, patent, tovar markasi, asar huquqiy degandek. Bu to'g'ri yo'llarni ishlayapmiz-ku. Masalan, ma'lum bir odamninki shu tovar markasi o'xshib ketadigan narsani qilib qo'yish, bilib qilib qo'yish va yoki bilmaslikdan qilib qo'yish. Chunki bizning bu tovar markasi qatta qonun jihatdan bizning bilishimiz bo'lmagandan keyin mushu xil xayim xatarga dastlab qoldigan, keyin bu sababdan da'vo kelib chiqsa, o'rnini to'ldirg'ili olmaydigan iqtisodiy ziyon kelib chiqishi mumkin. Bu ikkinchi xil xayim xatar. Uchinchisi degan chog'da emgakchilarni ishlatish xayim xatari. Korxona, shirkat qurgandan keyin biz yolg'iz ish qilib olmaymiz. Bu yerda odam ishlatamiz. Nurg'un shirkatlarda saqlanqil olmaygan masala nima degan chog'da odamni ishlatib bir mezgildan keyin shu xizmatchi shu shirkatning ustidan az qildigan ahvollar bekchiq. Şuna shu adam ishlatgan vaqtida korxona xizmatchi qabul qilish, adam ishlatish, ishdan bo'shatish qatorliq jihatlarda nomuvofiq mashg'ulot qilish mumkin. Bizga shirkatga ziyon olib keladigan işte xayim xatar bo'lib qoldi. Shunga mush jihatlardan chuqur diqqat qilish kerak. Endi yana birisiga to'rtinchisi shu shirkat korxonalariningki baj xayim xatari. Buni bilasizlarmi Allah shirkat qurganlar. Baj jihatga xayim xatar. Men 2 yildan oldida bir cho'ng bir shirkatninki dilosini ishlab qoldik biz. Jinoyatchilar dilosi ham bu. Yani şu kayfa piyodaydı, saxta talon kesiş cinayet deb. 16 yıllık hayatımda men tunç qetim bu dilonu işleşim. Burun bundaq saxta talon, yani saxta qo'shilma qimmat beji talonni kesiş cinayeti degan manda dilodun ishlab baxmagan. Buni ayni vaqtda shu yerlik o'rindagi sotma ishlab baxmabdiki, taftishma ishlab baxmabdiki, tunç qetimliq dilo bo'ldi. Bu bek bir cho'ng shirkatning ishi bo'ldi. Mulkchiq. Ammo bu o'zining kallasida
bu qilgan ishim qonun xilop emas deb qarag'ashqa ep bağın. Bunu mu biz jinoiy ishlar bo'yicha jazolash bo'lib ketdi. Uningki qonun vakili Farensni uningki yuqori qatlamdagi xizmatchilarni tatib hammani bıraklamkin qonun bo'yicha jazolashga uchrab ketdi. Shunga bizning muavi baji xatarni biz chuqur o'ylashga tegishli muhim masala deb qaraymiz. Onun boshqa yana tor bexatarlik xavf-xatari. Demak, bu tor bexatarlikdagi bu xavf-xatarmi korxonalarda saqlanayotgan muhim bir xavf-xatar. Demak, ya'ni bu nima degan chaqda shirkatninki o'zining maxfiyatiga bo'ldi. Uchurlar oshkorlanib ketadigan, torda hujum qiladigan mahsulotimizga bizga demak, mushu xil ahvollarni shirkatda saqlanayotgan bir saqlanadigan bir xil xavf-xatar. Shunga korxonachilarninki mushu jihatda bir diqqat qilishini, chunki biz mushundaq xavf-xatarni oldin olmasak vayron bo'lamiz. Men mishada o'tirayotgan korxonachilarning vayron bo'lishini xohlamayman. Bular gullansigan, oldi qarab mangsgan deyman. Biz hozir davlatni qonun bo'yicha idora qilish degan bayroqni egiz ko'taryapmiz. Mushu shuar bilan menyapmiz. Har qanday ishni qonun bo'yicha idora qilamiz degan gap, sizning qilayotgan ishing qonunga uyg'un bo'lishi kerak degan gap. Endi ko'z kundusunmaydi, kundusun degan gap bor. Onun boshqa mush yildan boshlab hozir ishkir boshlab bo'ldi. Mushu FIFA-ni mushqilqi husn tuzash o'rinlarini bilisizlar, doktorxona, asqan haqiqiy viviskis bor doktorxonalar qarmoqqa men husn tuzash doktorxonasida qilyapman deb ishkirlarda. Borgandan keyin xato mashg'ulot qilish yoki bo'lmay qolsa doktorlik salohiyati yo'q odamlar mashg'ulot qilish qatorliq ahvollarga qarata qattiq zarba beryotdi. Buningdan keyin buning qarata zarba berish teximdimi kuchaydi. Shunga sizning ishlaringizning teximdimi ro'noq tepishi, buningdan keyin yo'llaringizningki ravon bo'lishi, o'zingiz degan maqsadga yetishingizni chin ko'nglimdan tilakdoshman. Ammo mushu jihatda sizningki qonun jihatdan bir ehtiyojingiz, maslahat so'raydigan yoki yo'l ko'rsatadigan ishlar bo'lsa, advokatlardan maslahat so'ragandan keyin ondan ish eppasangiz, biz cho'nglar bir gap borki, sukagichi to'g'an tutaydigan ish bo'lib bo'lgan chaqda izlab kelsanglar, balkim uning nurg'un aql sarf qilishimiz, iqtisod sarf qilishimiz mumkin. Ammo ish bo'lishdan burun maslahat so'rasangiz, nurg'un ishlarning oldini ip qog'il bo'ldi, xavf-xatarning oldini og'il bo'ldi. Mushu jihatlarda sizning ehtiyojingiz bo'lsa, Fatan advokat qishyorimiz sizga maslahat beramiz. Rahmat. Bo'ldi. Almira advokat nihoyat yaxshi bir izohat berdi, yaxshi bir tushuncha berdi deb o'ylayman. Haqiqatan bu sohada avval biz yiltizini, tushunchini hal qilmay turib, po'raklab chiqib olgan bilanlar, bu bir gul balkim siz degandek yaxshi qilish mumkin. Qo'rlib qilish mumkin yoki yaxshi julosini topolmay qilish mumkin. Nihoyat yaxshi taklif fikrlar bo'ldi. Qani, boshqa do'stlarning qanday taklif fikrlar bor ekan? Esil sifati va yuqori unumi bilan xalqimizning yoqtirishiga erishgan Lo'qman Hakim mahsulotlari Oyto'ra doktorining yetakchiligida yangi qiyofat, yuqori sifat bilan bozorga selindi. Lo'qman Hakim biopantexnika cheklik shirkatining kozir mahsulotlaridan Lo'qman Hakim oqsil talqini, Lo'qman Hakim ko'p xil vitaminlik oqsil talqini qatorliq 10 xil mahsuloti qipi bahosi o'zgartirilmagan asosda yuqori sifatda ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Suv kelgichi to'g'on tut, Lo'qman Hakimni do'st tut. Qalbinur Hasan xonim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men Shinjang Madar shirkatining quruvchisi Mamtimindan sizga va ekran oldidagi barcha do'stlarga o'tliq salom. Masan programmamiz nihoyatda bek yaxshi bo'ldi deb qarayman. Sizmi sog'lomlik sohasida uzluksiz tirishib, nihoyatda yaxshi men o'tibsiz. Uning ustiga Fatvan advokatlik o'rnidan mushning qirta sog'lomlik sohasidagi davolash ishlari qirta nihoyatda yaxshi tushunchalar berib o'tildi. Bu jamiyatimizdagi ham nurg'un odamlarga mushsa programmani ko'rganlarga cho'ng bir dars bo'ladi deb qarayman. Siz menmu maktabni 2001-yili bitirib, doktorxonada ishlab, yenib chiqib, do'kon ochib 2010-yili tunji shirkatni qurdik, Shinjang Diyanat biopantexnika shirkatini Diyanat markazida. Anglash chog'lar bek yaxshi ma'lum shirkat. Rahmat. Shuni yaqin izliksiz mushu sog'lomlik sohasida tirishib izlab ketib bormiz. Siz 20 xil mahsulotni ishlab chiqaribsiz. Abay deb o'tdingiz-ku endi. Mush mahsulotlarni hozir qanday usulda setib chiqaryapsiz? To'r sohasidami yoki amaliy do'konlardami yoki o'zingizningki maxsus shu o'rningizda setib chiqaryapsiz? Mushning qarta bir tushunchaga bo'ldi. Ko'rmanlarmi bir bilib olsin. Endi nima deganda, mana 20 yoshlik bolalar ha deganlar to'g'ri yuzlangan bilan men amaliy sodadan chiqqan bo'lgandan keyin mening to'g'ri yuzlanishim bek tasga to'xtadi. Men do'yinda amdi kuchab ketib boraman-da.
Onun aldılarda fakat to'g'ri yuzlanmadim. Shu sababdan mening qilayotgan ishim, mening vakolatchilarimning hammasi G'uljida 13 yerda tarmoq shirkatimiz bor. Dukkan hisobida mengatganda, asosan 13 tarmoq dukkan deb asosmi bo'ldi. Bir ikkisi tarmoq shirkati hisobida mengatdi. Qolgani tarmoq dukkan hisobida mengatdi. Endi ularmi yana o'xshash amaliy dukkan. Mulozimatni birlashtirgan, undan keyin mahsulotni birlashtirgan holatda amaliy dukkan savdosi bilan mengatdi. To'r savdosiga texi hozirga qadar mening to'rda vang sotadigan tex vakolatchim asosan yo'q desam bo'ladi. Buni rost desam bo'lmaydi. Mishaga chiqishimdagi sababmi amaliyotda mening kallamda bu degan doktorlik sohasi, bu degan sog'lomlik sohasi, bu odam badanini cho'qim tushunish kerak, buni doktor qilish kerak, buni qitbaq odam qilish kerak, buni cho'qim yuztirani ko'rib turib, undan setish kerak degan hozirgacha tex meni qaytib ketgan yer yo'q-ku. Shunga buni to'g'ri hozirgacha yuzlantirmayapman. Ammo to'g'ri vakolatchilarni tarbiyalash deymiz. U bu narsa andan keyin dukkan holatlari 13 bilan qolganlar bilan 1-200 bor vakolatchilar. Endi ular odatda shu to'g'rida mengatdi, to'g'rida azroq yetakchilik qilyapman, lekin men hozir o to'g'riga nisbatan unchalik kuchli yetaklab bo'lolmadim. Bundan keyin ashundaroq bir odam bilan hamkorlashib o'tirib, to'g'rini texnik kengaytirib, bizning mahsulotlarni shu xil shaklda olib plan bor. Yaxshi bo'pti. Endi 20 necha xil bir mahsulotlarni ishlab chiqarib bozorga selishmi unchalik oson ish emas bizning beshimizda nurg'un ishlar o'tilib baqqan. Endi shu bizning angdama shundaq ham bu sog'lomlik mahsulotlarini bevosita sog'lomlikqa munosabatli bo'lgandan keyin bu ko'rib amaliy tushunchaga ega bo'lib turib setib olsa, uni iste'mol qilsa deb o'ylaydik. Endi savdo sohasida go'yo endi moslashmay bo'lmaydi ekan. To'g'ri. O'zingizning vaqtingiz yetishmay balkim endi bu sohaga kirib bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Bo'lsa mush sohada izlanib shunchalik yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqargandan keyin bo'lsa texim ko'proq odamlar bahramand bo'lsa, rahmat deb orzu qilamiz. Bo'ldi. Vaqt munosabati bilan gapim mushakchi bo'lsin. Bizningki Shinjong moda shirkatimizning azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Sizlarni tushgandan keyin so'g' qilsam. Rahmat. Yaxshimi Qalbinur xonim, qanday ahvolingiz? Rahmat, yaxshi. Men Mujsaray yemak-ichmak shirkatining bosh nazoratchisi Avanisa bo'lman. Boydan beri sizningki shu egilik tiklash jarayonida qilgan bayonlaringizni shunchalik suyundim. Hamda bizdek yoshlarga nisbatan haqiqatan bir ulgu bo'lg'idek. Anandagi mayaqdagi muallimlarimiz so'zladi. Shu mayli qonun jihatdan bo'lsin yoki bundan keyingi taraqqiyotingiz bo'lsin, har qaysi jihatdan shunchalik yaxshi fikrlarni qildi. Hamda men sog'lomlik degan bir soha hamda eng cho'ng narsa chetilgan narsa, masalan bizning yemak-ichmak tam bexatarlikka deydigan narsa bor. Masalan, sog'lomlikda bexatarlikni eng ustiga qo'yib turib, undan keyingi mulozimat. Mayli unum jihatdan bo'lsin, mahsulotlarning ishonchlik darajasi bo'lsin, unumlik darajasi bo'lsin, ani qo'yib tursizlar, hamda biz yemak-ichmakdimi eng yaxshi ta'mimiz bilan, bexatar bo'lgan ta'mimiz bilan xalq tunilsak, xalqmi bizga yaxshi bo'lgan bir nomni berdi. Sizlarmi o'xshaysizlar, eng yaxshi mulozimatlar bilan, unumlik mahsulotlar, sifatli narsalar bilan xalq tunilsanglar, xalqmi sizlarni aldığı ilib kötürüp mağdu. Endi yeni bir gama akımızın şuna yaxşı gap qildi. Endi ma to'rttaş vaqatga nisbatan bo'lsa mening taklif fikrim. Endi sizning ma sog'lomlik sohasi u cho'ng bir soha degan bilan yenilam to'rttaş vaqatga bekara kutsanglar, gerçeklikki amaliy sharoit turib sizlarning gap so'zinglarni narsanglarni ko'rib qilib bo'lmagan bilan yana bizningki o'zimizningki nom bilan markamizning ishonchlik darajasi bilan o'zimizningki mahsulotimizning ishonchlik darajasi bilan boshqalarni qoyil qilib bo'ldi. Markanlarım yaxşı tunulubdu. Şunda bo'lgandan to'g'riga texim kutsanglar, o'zinglarning bir doirasi cheklanib qolmay, bo'lsa butun Shinjongga ichkir o'lkalarga tunula olsang texim yaxshi. Shundaq bir ishonchlik marka bo'lgandan keyin o'zinglarning qo'l yaxshi bo'lgan bir kuchli qudratli bir bilim bo'lgandan keyin, shunda bilimni texim yaxshi bo'lgan kishilarimizga ehtiyojli bo'lgan, mayli shu o'ziningki egilik tiklash nimasida sizlarga ehtiyojli bo'lsin yoki bo'lmasa o'zining turmushidagi masalalarni hal qilish jihatdan bo'lsin, sizlar ashta ishonchli bir shirkatga agishib, har qaysi jihatdagi masalalarni hal qilsa, texim tunilsanglar bo'lsin, shu tashviqotga texim kutsanglar degan azroq taklif fikrim bor. Rahmat sizga. Bundan keyin ishlaringiz texim utuqliq bo'lsin. Sizga rahmat ukam. Yaxshimisiz Qalbinur aka? Siz shu kasbni qilish davomida arsunul paqqa yeringiz bormi? Xaridorlar Yo'q, men bayam davatdim, menki mushu 14 yil jarayonida unum asosan 99% mengatdi. 100% desam yolg'onchilik bo'ladi. 99%. Ammo bir haqiqatan arsunib qoldi. Arz qabul qilib baxmida, hatto kelibmi, mening yo yuzimga yo keynimdan biroz qo'pib, men bunda qilib qo'ydi deb baxmini. Hayotimda. Barak bo'lsin hamsi. Ikkinchi savolim,
Siz mi yana 500'ün artıq şagird tərbiyələdim deyibsiz. Muş 500'ün artıq tərbiyələyən şagirdlərinizin içində haqiqiy yaramlı olub çıxıb özü kirim yarata alıb hazırgacha shu kasbni sizga aytib davomlashtirayotganlardan necha % egallaydi? Bular xeyli bor. Men aviyam dedim, men o'g'illar qilmaydi ekan. O'g'illar mashinaga mana qo'ygan ekan, ugunib chiqib mashina olib oldi ekanda bular. Endi kichik bolalar ko'proq ugundi, cho'nglar bek oz ugunishi. Ma qizlarning ichida ba'zi birlari bir kiyim-kechakka qiziqib kelib chiqib ketganini hisobga olmaganda, kasb almashtirganini hisobga olmaganda Misol shu G'uljida. Janubiy Shinjongdanmi bor, G'uljidanmi bor, Janubiy Shinjongdanmi bor, mush Urumchilardanmi bor, Turpandanmi bor, hatto Turpandan mush o'ttirliqdagi damilishlarda, 2 oylik damilishlar kelib, o'quvchi hayotida turib, menikida ugunib, yana qaytib kelib, apsiga yordamlashib, Shanxayga ketib, o'ginish o'qishgacha, oliy maktabga. Shu Shanxayda o'zininki her shanba mening bergan bilimim bilan har shanba shu ma'lum bir cho'ngmishda bir o'rinda ishlab 10 mingdan 15 minggacha kirim yaratgan shogirdlarim bor. Rahmat dada. Sizga rahmat qilgan. Qalbimda aytdi. Yaxshi o'g'in igilik safaringizda bir oy qurib so'zlab berdingiz. Tarmoq shirkat bilan bola shirkatniki ikkisiniki o'rtasidagi farqqa azroq men bir tushuncha yuray deb qo'ydim. Deb o'ylab qoldim. Tarmoq shirkatninki birinchidan qonun vakili bo'lmaydi. Fuzurin deydigan mas'ul odam bo'ladi buningda. To'g'ri. Ikkinchidan tarmoq shirkatninki angilish mablag' bo'lmaydi. Bu bir yaxshi nima degan vaqtida mushi shirkatninki mushi ismini udul olib ishlatgan bo'ladi. Mao tarmoq shirkati deb. Ammo bu yerdagi xatar nima degan vaqtida tarmoq shirkatda agar qonun jihatdan va yoki qanday bir masala yuz berib qolsa, bosh shirkatga ulanadi. Hamda bola shirkatninki o'zini nima degan vaqtida ana shirkat bola shirkatning piyini egallaydi. Ma'lum bir %da egallab, uningki ba'zi bir qaror chiqarish huquqlariga ana shirkat ega bo'ladi. Ammo bola shirkatdan chatoq chiqib qolsa, bu yerdagi faqat pay egallash nisbatidagi manfaatiga ta'sir etadi, boshqa jihatdan ana shirkatga daxli yetmaydi. Shunga agar buningdan keyingi kengayish, buningdan keyingi shirkatni tarmoqlashtirib, o'lchamlashtirib, mengish ishlariga kelgan vaqtida bu tarmoq shirkatining ishlarini imkon bo'lsa bek ko'proq o'ylash kerak. Shunga bu tarmoq shirkati ichish jihatdan ham sizga o'xshash nurg'un igilik tiklagan, ham tiklayotgan do'stlarimiz, inalarimiz, ochilarimiz, aqllarimiz bor. Bu jihatdan cho'qib mush xatarni yaxshi pingu qilish kerak. İşleriniz oңышты olsun. Mishal bir savol so'rab etsam, ko'pinchisi palanchi guruh bo'lib ketibdi endi. Guruh bo'lish uchun ostida cho'qim 4 tal shirkat bo'lish kerak degan gap. Bu shu bola shirkat bo'lish kerak degan gapmi? Bola shirkat. Bu endi guruhningki oson bu deb o'yladim. Qarab turib bir yangi qurilgan bir shirkatdan oldim guruhga ketgan. Guruh bo'lish xil tashvish deb qarayman men. Endi yaxshi so'radingiz. Menimcha hozir shu xil kayfiyat avjab qoldi. Guruh deyish, hozir nom qo'g'lishish. Hatto bu cho'ng jihatdan bir shirkat guruh deb atash, hatto bir shaxsiy nomnimi lider deb atash hozir umumlashib ketdi. Ammo shu yerda guruhga bir izohat bersak. Amaliyotda ma'u ataq jihatdan cho'ng anglanish, bozor ichishdagi mush afzallik sababidan qadamlar o'zinikidek guruh deb ataydi. Onundan bu guruh qurishninki o'zi tigidan epayqa vaqtida nima deganda üç sohadan ko'p bo'lgan holatdagi ma sohalarni yig'inchoqlash deb ataladi. Bu guruh bilan miyadagi bola shirkatning o'rtasidagi faqat o'xshamaslik nima deganda hozirgi siz degan ona shirkat bilan bola shirkat o'rtasidagi munosabat. Ammo bu haqiqiy guruhninkiga qo'yilgan talab, uningki har yildagi umumiy bola shirkatning ham obroti, mana saniki hammasi, demak guruh xulashninki nima degan vaqtida mayadagi nech sohani yig'inchoqlash. Ikkinchidan guruhninki oxirgi nishoni nima bo'lsa, piyni bozor silish. To'g'ri. Chunki ma egallayotgan umumiy savdo so'mmasi bilan guruhninki egallagan pay nisbatidagi har yilda oladigan foydasi ma'nosi keyindan har bir piyning qimmatiga ta'sir qiladigan narsa. Shunga ayliqi guruh deyilib bozor tipini qo'g'lishish, guruh deyilib shunday ko'proq holatdagi o'ziga hamkorlashishlarni texnik ko'paytirish deganga o'xshash ma xohishlar qilib qolsa, u vaqtda bu guruhniki haqiqiy tigida ma'nosini ham foydalanish nuqtasini joriy qildirilmagan bo'ladi demoqchi. Amaliyotda hozir nim bo'layotdi desa, biz shu shirkat qurish mulozimati bilan shug'ullanamiz, markalash, boj, moliya deganga o'xshash. Amaliyotda hozir nima buning bag'ansir qurish
tələbi tövəllab ketib bardı. Məsələn, guruh degan ne? Çoxum aslında 3 balı şirket oğa vaqtida anındaki qorğulu buludu deydigan tələblər vardı. Muşu yıldan tartib bu nəslimi yox. Guruhni bevosita mas'ullar qurib etgan oldu. Məni bəyəm qadağat qilib nima degan vaqtida faqat biz taraqqiy qilib ma'lum bir fanniga chiqqan vaqtida shu ehtiyoj tug'ilgan vaqtida biz cidden deb qurgan bo'lsak, yangidan shirkat quriblar cidden bo'lib ketganga qaragan vaqtida ma pastki sizlar bilan hamkorlashquchi ham yerdagi xalqninki ma xato holatdiki hozir bu shirkat ishni qiplab guruh biz cidden bo'la oladiganmiz deganga qaragan vaqtida sal buniki o'lchimi talabi ig'roq bo'lgan bo'lsa, sal farqlangan bo'lsa, anandaki haqiqiy o'lchamga tushadigan guruhlar barliq kelsa, biz anglamoq qilib, maninki mundaq bo'lganlik uchun guruh bo'lalabdi, guruh bo'lalabdi deydigan narsani farqlantiraylik demoqchi. To'g'ri. Şinjan Danish Maliya Buğaltırlıq Məsləhətçilik Çəkiliş şirkəti 2013 yılı Ürümçi şəhərdə qurulğan olub, qurulğandan hazırgacha bolğan arlıqda dövlətimizin o'ttirib qoyğan yek ticaretçi və hər qaysı çıxarğan qanun qayda nizamlarını avval özləri öyrəniş arqılı karxançılarga yetkizib, o'zaro hamkorlashib, foyda elib kelish maqsadida tijorat doiralarini vakolatan bajarlash, ishga mufattish qilish, shirkat hisobotini ratlash, qiliblashtirish, tur mablag' iltimos qilish, marka anga oldirish, sirtqi buğaltırlıq, shirkat qurish, yillik tekshirish qatorliq 12 xildan ortiq mulozimatlarni a'lo sifatda har bir shirkat va yakka tijoratchilarga yetkazib, olg'a ilgirlab kengaymoqda. Xo'sh, bugun Şinjan Birgül Biopen Texnik Çəkiliş şirkətininki quruluş müsabaqəsi, shundaqla hozir yurgizilayotgan mulozimat doirasi va o'zininki kelgusiga bo'lgan ishonch orzularini nihoyat keng ko'chada o'rtoqlashib o'tdik. Qadimur xonim, bugun o'zingiz xeli bir qanoat hosil qilgandekmi? Ha, albatta, mushu programma taqtish bilan balla mencha nurg'un ko'rurmanlar mening mushu sahnada turgan holatim eng oddiysi. O'zimga bo'lgan ishonchim ham shundaqla mush mahsulotimga, mulozimatimga bo'lgan ishonchim orqali har qanday meni izlab, menga bir agishib, men bilan tang hamkorlashib manglaydi degan ishonchim bor. Shu holatda turibdi. Rahmat. Sizdan nihoyat bir to'lib toshgan ishonchini, umidni ko'ryapman. Mush umid hayotlikning jeni deymiz. Haqiqatan sizda bir to'lib toshgan bir qizg'inlik urg'ib turibdi. Kasbingizga bo'lgan mas'uliyatchanlik, o'tdek ishtiyoq. Boshqa cho'ng askartish kerak emasdek his qildim. Demak, sizning o'zingizningki mayli mushu sohaninki sog'lom ilmiy taraqqiyotiga bo'lgan tushanchingiz bo'lsin. Kasbiy jihatdagi nazariya asosingiz, amaliy tajriba asosingiz bo'lsin. Nihoyat sog'lom bir yo'lda ketibdi. Endi lekin ta'xirsiz jiddiy qarashga tegishli masala cho'qim salohiyat masalasi. Mushuni eng muhim o'ringa qo'yib, jiddiy qo'lga keltirishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Bugun hammalar nihoyat yaxshi taklif fikrlarni berdi. Oxirida Madar shirkatining ozgina ko'ngil so'g'isi va qabul qilgan bo'lsangiz. Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz Qalbinur? Yaxshimisiz. Bizning shirkatimizningki oz bo'lsin ko'ngil so'g'imiz. Rahmat, rahmat. Texnik sog'lom bo'lib, nurg'un sog'lomliklarni bir keng ko'lamda hamma odamga bir sog'lomlik ato qilib bersangiz deb arzu qilaman. Rahmat. Rahmat. Diyonat markasi bek ko'ni marka, men bek yaxshi ko'rdigan marka. Rahmat. Haqiqatan har ikkilanglar sog'lomlik sohasida xizmat qilyapsizlar. Ishonaman, sizning shu Birgül markangizga yarasha o'zingizningki orzu umidlar mujassamlangan bu igilik safaringizning texnik poraklishini, Birgülning haqiqiy juloliq Birgül bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Bugun vaqt e'tibor bilan programmamiz mushada oxir chaltiryapti. Qimmatli vaqtni chiqarib programmamizga o'ziningki taklif fikrlarini ayamagan yetakchilarga va korxonchi do'stlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik.